Butun dunyo aholisi mana O'zbekistonda ish yo'q, mardigar. O'zbek xalqi, butun O'zbek xalqi mardigarchilikda, prezident xalqni bog'olmayapti. Ishsizlik. Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Do'stlar, videoni boshida ko'rganingizda mana bu ijtimoiy tarmoqlarga olib chiqyapti. Butun dunyo ko'rib qo'yina, O'zbek xalqi mardikor deb ko'chalarda mardikorlar turganini videoga olib ijtimoiy tarmoqlarga tarqatyapti. Bu meni ko'rib nafsoniyatimni shunaqa qo'zg'atdiki, bitta men emas, o'zbekman degan barcha o'zbek aka-uka, opa-singillarimizni 100% nafsoniyatiga tegadigan. Bu 100 tadan bitta ikkita shunaqa ifloslar chiqadi. Prezident O'zbekistonni boqolmayapti, xalqi mardikor bo'lyapti deb turib chiqaryapti. Mutasaddi xodimlar qayerga qarayapti? Mana shunaqa ifloslarni bir tanovini tortib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Videoni o'tkazmay ko'ring, oxirigacha qo'yib beraman. Keyin undan keyin gaplashamiz do'stlar. Prezidentimiz qayerga qarayapti? Prezidentimiz xalqni och qoldirdi. Butun O'zbek xalqini och qoldirdi mana. Ishsizlikda avjini oldiryapti. Ko'rib qo'y butun dunyo. Assalomu alaykum butun dunyo. Mana ko'ringizlar O'zbekiston xalqini. O'zbekiston prezidenti O'zbek xalqini bog'olmaydi. Ishsizlik avj olib ketyapti tobora. Bundan ko'ra urush bo'lgani 1000 marta. Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlarmi? Men tirikman. Hech kim hech qayerga chiqqani yo'q. Men sizlarga bitta gap aytaman. O'zbekiston o'zini xalqini boqish uchun kamida 100 yil kerak. Kamida. Mana do'stlar, o'zingizni ko'rib guvohi bo'layapsizlar. Videoda qanaqa holatlarni videolarga olib qo'yayotganini bu butun dunyoga tarqatyapti, ijtimoiy tarmoqlarga qo'yib. Haqiqatan ham butun dunyo ko'ryapti. Buni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, qisqasi butun dunyo ko'ryapti. O'zbek xalqini sharmanda qilyapti. Bu mardikor ishlayapti, prezidentni boqolmayapti deyapti. Sizlar ham fikringizni albatta yozib qoldiringlar. Like bosib, podelitsiya qilib albatta tarqatinglar. Bunga srochni chora ko'rish kerak. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalga obuna bo'lmaganlar albatta obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolamiz.